Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizor görüşler. İstiklal gündüzlük haberlerimizi görüşenlerini kızgın karşılayamiz. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulup atkan haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamsızlıqlar ekranımız olsun. Avrupa İttifaqı Xitoy ve Rossiyaning yolg'on uchur tarqatganligini aybladi. Avrupa İttifaqı heyetining qimmat qarash va oshkora bo'lish ishlariga mas'ul muavin raisi Vera Jourova va Avrupa İttifaqı diplomatiya va bexatarlik siyosati oliy vakili Josep Borrell chorshanba o'tkazilgan silliq muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoy va Rossiyaning yuqum mazgildagi yolg'on uchur tarqatish qilmishini oshkora aybladi. Avrupa İttifaqı heyetining shu kuni e'lon qilgan dokumentida Avrupa davlatlari virus hujumiga uchragan mazgillarda uyga qapsilib qolgan fuqarolarning Xitoy va Rossiya maqsadlik tarqatgan yolg'on uchurlar sababli andisisining kuchayib ketganligi, Xitoy doiralarining yolg'on uchurlar orqali virusning butun dunyoga tarqalib ketishdagi mas'uliyatidan o'zini qochirishga uringanligi, shundaqla o'zining yuqumga taqobil turishdagi inkosini ko'plab tashviq qilganligi ko'rsatib o'tilgan. Vera Jourova bu haqda to'xtalib, yolg'on uchur tarqatish qilmishlariga qarata vaqtida tadbir qo'llanmaganda oqibatining og'ir bo'lganligini, Avrupa İttifaqıning har qaysi taraflar bilan hamkorlashib, yolg'on uchurlarga zarb beradiganligini bildirdi. Xitoy Ladakhdin askar chekindirish haqida tafsiliy ma'lumot berishni rad qildi. Hindiston vaqt gazining bugungi xabarda bildirilishicha, Xitoy Ladakning amaliy kontrol siziqi LAC atrofidagi Xitoy-Hindiston ikki taraf askarlarining chekinganligi to'g'risida tafsiliy ma'lumot berishni rad qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hua Chunying bu so'zni Hindiston taratqullaridagi xabarlarga asosan qilgan bo'lib, Hindiston va Xitoy armiyasi Ladakning sharqida cheklik askar chekindirib, bir oy davomlashgan chegara to'qinishini oxirlashtirish muddaosini namoyon qilgan. Muxbirlarning ikki taraf askarlarining chekindirilib, ilgirki o'rniga qaytganligi haqida so'ralgan savollarga javob bergan Hua Chunying, Hindiston va Xitoyning chegara rayonidagi vaziyatni pasaytirish uchun tadbir qo'llanayotganligini bildirib, tafsiliy ma'lumot berishni rad qildi. Hindiston davlat mudofaa ministri Rajnath Singhga ikki taraf o'rtasidagi talash tartish to'g'risida tunji uchur bergan bo'lib, Xitoy bayonotchisi Hua Chunying Hindiston davlat mudofaa ministri Rajnath Singhning ikki taraf bu o'rtaq tunishga amal qilib, chegaradagi vaziyatni pasaytirish uchun harakat qilyotidi degan so'zini takrorlashdan boshqa hech qanday ma'lumot bermagan. Yangi Dehlidagi noma'lum manbalardagi taratqularda oshkorlanishicha, ikki taraf armiyasi Galvan vodisidagi 14-15 nomerlik charlash nuqtalari va Issiqbuloq rayonidan chekinishga boshlagan. Xitoy tarafining bu ikki rayondagi chekinish masofasi 1,5 kilometrga yetgan. Ma'lum bo'lishicha, bu qitimliq to'qinishga Xitoy tarafining Hindistonning Galvan vodisidagi Darbuk Shayok Davulbek Koni yo'liga tutishadigan bir yo'l yasagandan boshqa Pangong Tiso ko'liga yaqin yerdan yana bir yo'l ochganligi sabab bo'lgan. Hindiston vaqt gazining bugungi xabarda yana ziddiyatning pasayishiga ergashib, ikki taraf havo armiyasining uchish harakatlarini to'xtatishga boshlaganligi, Xitoy armiyasining ko'lga o'rinlashtirgan 15 yuqori suratlik to'sqichi paraxotini yo'tkab ketganligi bildirildi. NATOning nishoni Xitoyga yo'tkilishga boshlandi. Maliya vaqti jurnalining 8-iyundagi xabarda aytilishicha, navbatda Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti NATO har qaysi a'zo davlatlarni Xitoyga qarshi harbiy ittifoqqa qatnashishga da'vat qilishga boshlagan. Tashkilot raisi Norvegiyaning sobiq bosh ministri Jens Stoltenberg Amerikada ochilgan muhokama yig'inida bu so'zni qilgan hamda Xitoyning iqtisodiy va texnik jihatdagi taraqqiyotini dasmoyi qilib, erkinlik olamiga va shaxslarga g'oyat zo'r tahdid paydo qilayotganligini ta'kidlagan. Xabarda Xitoyning tor dunyosi Shimoliy Muz okean va Afrikada o'z ta'sirini zo'raytirishga urinayotganligi eskartilib, biz Beijingni NATO uchun yangi dushman emas deb kelyapmiz. Ammo bizning ittifoqdoshlarimiz Xitoyning bosh ko'tarishining nimadan derak beradiganligini muhokama qilishga tunji qitim birda qo'shildi degan. Yevroasiyo vaqti gazining 8-iyundagi xabarda aytilishicha, navbatda Angliya hukumatı Xitoy bilan bo'lgan munosabatni qanday yo'sinda davomlashtirish haqida bu qitimqi vabodan keyin rasmiy qaror oldiganligini jakarlagan. Stoltenberg musha ahvollarni birlashtirgan holda, biz Avstraliya, Yangi Zelandiya va Yaponiya bilan zich hamkorlashib, Xitoyning boshqalarni bo'zaq qilishga urinishi va tor yerga qistishiga qarshi turishimiz lozim degan. Xabarda aytilishicha, navbatda harbiy quvvatni g'olliq hisoblanadigan Amerika yoki Rossiya emas, Aksicha harbiy ishlarga salgan mablag'i dunyo bo'yicha ikkinchi o'rinda turadigan Xitoy
barg'ansiri ko'plagan davlatlar uchun og'ir tahdid bo'lib qolmoqda ekan. Bu ahvolda ularning Xitoydan kelayotgan turli tahdidlarga qarshi ittifoq hosil qilishi barg'ansiri ko'p sohaning o'rtaq taklifiga aylanib qolmoqda ekan. Zoom shirkatining Xitoy bilan hamkorlashganligi g'ulg'ula qo'zg'adi. Germaniya ovozining bugungi xabarda bildirilishicha, silliq yig'in detali Zoomning Xitoyga qarshi hisobotlarni taqib etishi yana bir qatim g'ulg'ula qo'zg'adi. Ma'lum bo'lishicha, Amerikadagi demokratchilar Xitoy faoliyatchilar Zoom detali orqali silliq yig'in ochib, Tiananmen qirg'inchiligini xotirlash yig'ini o'tkazgan. Shu kuni silliq yig'inga hakkerlar 2 qatim hujum qilgan va bir qism yig'in qatnashchilarining hisoboti eskartish berilmasdan taqib etilgan. Bu xabar tunji bo'lib Amerika taratqusi Axios tarafidan xabar qilindi. Zoom shirkatining bayonotchisi bir qism hisobotlarning taqib etilganligi haqida tushuncha berib, bu shirkat boshqa davlat hal qilgan shirkatlarga o'xshash o'zi turayotgan boshqarish tavalligining munosabatli qonunlarga bo'ysunishi kerak. O'xshamagan davlat va joylarda yig'in ochganda qatnashuvchilar cho'qim o'zlarining yerlik qonuniga bo'ysunishi kerak deganlarni bildirgan. Fikr erkinligini qo'g'daydigan Amerika qalamkashlar jamiyati Zoom shirkatining bu qilmishini aybladi. Jamiyatning bosh ijroiya amaldori Suzanna Nosel bu haqda to'xtalib, Zoom detalining Xitoy virusi yuqum mazgilda shirkat, maktab va har qaysi tashkilotlarning eng yoqtiradigan yig'in aloqa supsi bo'lib qolganligini, ammo bu shirkatning Xitoyning chet eldagi qo'li ekanligini bildirgan. Bundan bir necha oy burun Zoom detalining yoshirin holda Xitoy doiralariga barliq uchurlarni maxfiy usulda yo'llab kelayotganligi oshkorlanib, xalqaro jamiyatda kuchli g'ulg'ula qo'zg'agan edi. Xitoy Amerika-Rossiya yadro qurollar suhbatiga qatnashishni rad qildi. Amerika va Rossiya hukumatlari 22-iyunda Avstriyaning poytaxti Vienna shahrida yadro qurollarini qisqartirish kelishimi bo'yicha yangi suhbat o'tkazmoqchi bo'layotgan bo'lib, Xitoy rejimi o'zlarining bu suhbatga qatnashmaydiganligini bildirdi. Germaniya do'lqinlarining 9-iyundagi xabarda aytilishicha, asldagi yadro qurollarini qisqartirish suhbati bu yil fevralda o'tkazilmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, Xitoy virusi tufaylidan buningga mumkin bo'lmagan. Singapurda chiqadigan Birlashma Atiganlik xabarlar gazetining xabarida aytilishicha, Aqsaroyning harbiy kontrollik ishlaridagi alohida elchisi Marshal Billingsley yaqinda Xitoyning yadro qurollarini tez sur'atda taraqqiy qildirishi Amerikaga emas, Rossiyaga tahdid. Buning bilan uch taraf o'rtasida yadro qurollari musobaqasi paydo bo'layotidi degan edi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying bu haqda so'z qilib, Amerikani samimiy bo'lmadi deb aybladi. Hamda buning o'zlarining mushu qatimliq suhbatga qatnashmasligidagi asosiy sabab ekanligini bildirdi. Halbuki yaqinqi mezgillarda Xitoy rejimining Shimoliy Koreya, Iran qatorliqlarning yadro qurollarini taraqqiy qildirishiga Astriddan maxfiy yordam berayotganligi haqida ko'plagan xabarlar ma'lum bo'lgan edi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoy Uyg'urlarning diniy erkinligiga davomli buzg'unchilik qilmoqda dedi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo o'tgan yili dunyodagi bir qism davlatlarning diniy erkinlik xotirasida ba'zi ijobiy taraqqiyotlar maydonga kelgan bo'lsa-mu, lekin Xitoydagi ba'zi davlatlarda diniy erkinlikning davomli dafsanda qilinganligini bildirdi. U Tashqi ishlar ministrligining 10-iyun o'tkazilgan axborot yig'inida Xitoyning Uyg'urlarni davomli tutqun qilishni davomlashtirayotganligini tanqid qildi. Pompeo so'zida Xitoyda barliq dinlarga qarata davlatning homiyligidagi bostirish davomli keskinlashdi. Xitoy Kompartiyasi diniy tashkilotlarga Kompartiyaning rahbarligiga amal qilishga buyruq tushirib, diniy ibodatga kommunistik dogmani so'rab kirdi. Sharq Turkistonda Uyg'urlarni keng ko'lamli tutqun qilish, Tibet buddistlarini, xristian va Falun gongchilarini bostirish davom qilib keldi deganlarni bildirdi. E'lon qilingan dokumentda Xitoy rejimining o'tgan yili Sharq Turkistonda masjid va boshqa ibodat o'rinlarini taqash, chiqish yoki uningga haqorat qilishni davomlashtirganligi, bexatarlik va ta'qiblashni kuchaytirib, kishilarning diniy e'tiqodi va ibodatiga doir uchurlarni to'plaganligi ta'kidlandi. Dokumentda qayd qilinishicha, bu xil ta'qiblash kishilarning shaxsiy xohishini nazorat qilish, hukumat va partiya kadrlarini uylarida turg'izish, fuqarolarning telefoniga majburiy josuslik yumtali o'rinlashtirish qatorliq vositalarni o'z ichiga oldi ekan. 10-iyun o'tkazilgan axborot yig'inida Tashqi ishlar ministrligining xalqaro diniy erkinlik bosh elchisi Sam Brownback muxbirlarning lagerlar va majburiy emgak haqidagi savollarga javob berib, Xitoyning hozirga qadar lagerdagi Uyg'urlarni shundaqla Xitoy korxonalarida majburiy emgakka selinayotgan tutqunlarni qo'yib berganligiga doir hech qanday dalil yo'qligini bildirdi. U so'zda bizda ularning qo'yib berilganligiga doir hech qanday dalil yo'q.
Hatto ular qo'yib berilgan taqdirdami Xitoy tarafidan qurilgan Partikom sekretari Chen Quango rahbarligidagi bir mavhum saqchi davlatiga qo'yib beriladi. Bu biz biladigan paket. Biz Sharq Turkistonda nurg'un kishilarning zavodlarda majburiy emgakka selinayotganligini bilamiz. Navbatda Savdo ministrligi bir qism Xitoy korxonalariga embargo qo'yib, ularning mahsulotlarini Amerika bozorida sotishni chekladi deganlarini bildirdi. Sam Brownbackning ta'kidlashicha, ularning navbatdagi eng chong andisi Uyg'urlar qo'yib berilgandan keyin ularning ahvoli qanday bo'ldi degan masala ekan. U so'zda bu intayin qo'rqinchli vaziyat. Bizning eng chong andishimiz bostirishning kelgusida qanday bo'lganligidir. Uyg'urlar turma lagerlardan qo'yib berilgandan keyin qanday bo'ladi? Ularning kimligining kamerada ta'qib qilinishi, ijtimoiy kredit sistemasi yo'lga qo'yilishi, bo'libmi diniy ibodat qilganlar bostirilishi mumkin. Agar siz o'qisangiz, ishlasangiz balki masala bo'lmasligi, ammo diniy ibodatni qilganlar yomon oqibatga qilishi mumkin. Chunki har qanday kishining telefoni ta'qib qilindi. Mana bu biz andisha qilayotgan kelgusida Sharq Turkistondan halqib, boshqa joylarga kengayishi mumkin bo'lgan mavhum saqchi davlatidir. Amerika Tashqi ishlar ministrligining mazkur doklati Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasi Amerika prezidentining imzo qo'yishini kutib turgan xalqiliq bir vaqtda e'lon qilindi. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissari Nuri Turkal 10-iyun kuni navbatda Uyg'ur diniy erkinlik masalasining Amerika tashqi siyosatidagi xalqiliq masala ekanligini bildirdi. Nuri Turkalning qarashicha, navbatda Amerika davlat apparatlarida Uyg'urlarning vaziyati va Xitoyning Uyg'ur masalasidagi niyatiga qarata o'rtaq bir tonish shakllangan. U Amerika hukumat amaldorlarining so'zlarining hammasida o'rtaq bir mazmun borligini bildirib, u bo'lsa-mu Xitoy hokimiyati Uyg'urlarning diniy erkinligiga tajovuz qilgandan boshqa sistemalik, maqsadlik va nihoyat ochiq nishon bilan texnika va xalqaro vaziyatdagi afzalligini qo'llanib, Uyg'urlarning diniy erkinligi, milliy kimligini yiltizdan quritish uchun harakat qilyotidi degan tushunchadir dedi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining dokladida ta'kidlanishicha, Xitoy rejimi musulmon yoki musulmon bo'lmagan xalqlarning diniy e'tiqodiga chek qo'yishda davomli terrorlik, bo'lgunchilik va asabiylik degan hukmlarni bahona qilmoqda ekan. Dokladda mundaq deyildi: Xitoy rejimi Sharq Turkistonda asabiylikka qarshi turish nizomiy va terrorlikka qarshi turish qonunini ishlatib tutqun qilishni kuchaytirdi. Halbuki asabiylikka qarshi turish nizomi soqol qo'yish, ro'mol artish, haroqdan parhez tutish degandek atalmish asabiy xohishlarga taqobil turishni o'z ichiga olgan. Doirlar Sharq Turkistonda yana imomlarni namoz o'qiganligi, Qur'on o'qiganligi, iona yiqqanligi uchun tutqun qildi. Kishilarni uyidagi diniy simvollarni elib tashlashga buyurib, yoshlarning diniy faoliyatlariga qatnashishni chekladi. Mazkur dokladda Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati intayin tafsili va atrofli bayon qilingan bo'lib, bu Amerika Tashqi ishlar ministrligi yillik diniy erkinlik doklati e'lon qilib kelayotgan yaqinqi 20 yillik tarixida Uyg'urlarning bu jihatdagi ahvolini tunji qatim hozirgidek bir qadar tafsili va atrofli bayon qilishidir. Xitoy Markaziy harbiy komiteti hujjat tarqatdi. Tangritog to'rining 10-iyundagi xabarda bildirilishicha, Xitoy Maarif ministrligi bilan Markaziy harbiy komiteti mudofaa safarbarlik bo'limi birlikda uqtirish chiqarib, bu yillik askar to'liqlash xizmatini kuchaytirishni ta'kidlagan. Uqtirishda oliy maktab o'quvchilarining harbiy safga kirish yo'lini ravonlashtirib, ularni askarlikka elishni ko'paytirish, harbiy xodimlarni zamonaviylashtirish ilgari surish, qismning jangovarligini oshirish uchun a'lo sifatlik askar to'liqlash qatorliqlar ta'kidlangan. Kuzatuvchilar Xitoyning 10 necha yildan beri davomli askarlarni ko'paytib kelganligini, yaqinqi mezgillarda buni uzluksiz kuchaytirib, askarlarni texmo ko'paytirayotganligini, bu orqali urushga tayyorlik ko'rayotgan bo'lishi mumkinligini, Xitoyga qo'shni davlatlarning cho'qim hushyor bo'lishi kerakligini bildirishgan. Turkiyadagi Xitoy virusining eng yangi ahvoli. Türkiye Cumhuriyeti Səhiyyə Ministri Fahrettin Koca 10-iyun bir kun ichida Xitoy virusi bilan 17 kishining qazo qilganligini e'lon qildi. Fahrettin Koca kech soat 7da Turkiyadagi Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 36521 kishining tekshirilganligini, bir kun ichida yangidan 922 yuqumlanuvchining ko'payganligini, buning bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 173036 ga yetganligini, bir kun ichida 17 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 4746 ga yetganligini bildirdi. Səhiyyə ministri yana davolanayotgan bemorlar ichida oxirgi 24 soatda 2241 nafarning salomatligining asliga kelganligini, 631 bemorning kasalning og'ir ekanligini, Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning o'rtacha yoshining 36 yosh ekanligini,
virus sababli qazo qilgan kishilarning o'ttirchi yoshining 71 yosh ekanligini, virusning xatiri tövallidi deb qarashning xatarlik ekanligini, normal tadbirlarni davomlashtirish kerakligini bildirdi. Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılıb bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. Ətiki xəbərimizi görüşkücə sizlərni Cənab-ı Allah tapşırımız. Şuna qılıb proqram axırda ekran arxasındakı barlıq xizmətdaşlarıma köpdən köp rəhmət edirəm. Assalamu alaykum və rahmetullah.